Assalomu alaykum. Jonli efirga qatnasha olmaganlar uchun kitob haqida mana video. Kimyoviy milliy sertifikat nomi. Kattaligi ko'rib turibsizlar. Ancha katta kitob. A4 formatda. Xo'sh, ichini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, kitobda kirish qismi bor. Shu sertifikatda qolipli sertifikat, ya'ni 1 dan 43 gacha, 40 gacha test qismi, 41, 42, 43 yozmish qismi. Undaricha qismi ham bor. Undaricha qismi. Kitob katta kitob 374 da tugayapti, oxirgi 380 atrofidagi kitob. Variant, birinchi variant yozilgan. Testlar ketdi. Rasmlar ham sifatli, dasturda tayyorlangan rasmlar, modda formulari Office dasturida yozilgan. Test qismi tugadi 40 gacha. 40 ta test qismi mana. Va yozmish qismi boshlandi. Yozmish qismida 41-savol. Yozmish. 42-savol reaksiyalar asosan. Reaksiyalar ham hammasi Chem Office dasturida yozilgan, katta ko'rinadi, aniq ko'rinadi. Va 43-savol kimyoviy tahlil. Uyga vazifa qismi boshlandi. Demak, har bir variantda uyga vazifa qismi bor. Uyga vazifa qismida har bir darsda ishlangan variant uchun 2 ta uyga vazifa bor. 1-1, 1-2, 2-1, 2 shaklida ketgan. Uyga vazifa qismi. Bu ham chiroyli tarzda tuzib chiqqan. Hatto mana bu 33, 34, 35 savollarni uyga vazifaga ham 2 ta yozilgan. 2 ta uyga vazifa qismi tuzib chiqilgan. Va moddalar ham o'zgartirilgan. Masalan, normal butanda olingan bo'lsa, bittasida propan olingan uyga vazifa tuzishda, ya'ni hammasi tuzib chiqilgan original savollar. Endi 36 dan 40 gacha test qismida ham uyga vazifa qismi 2 tadan tuzib chiqilgan hammasi. 36 dan 40 gacha va 41, 42, 43 lar ham uyga vazifa 2 tadan tuzib chiqilgan. 41, 41, 2 va 42-1 reaksiyalar 42. Masalan, shu yerdan ko'radigan bo'lsa, mana bu 1,2 dimetil siklopropanni gidrogenlash bo'lsa, bu yerda 1,2,3,4 tetrametil siklobutanni gidrogenlash, ya'ni yaqin savollar, lekin bir xil emas. Yo'nalishi bir xil emas. Masalan, o'zgartirilgan, qanday darajada o'zgartirilgan, hatto yozmishlar ham ba'zilarida boshqa reaksiya qo'llangan. Qolip bir xil, lekin yo'nalish boshqacharoq, ya'ni o'quvchini fikrlashiga undaydi savollar. 43 da ham 2 ta uyga vazifa berilgan, kimyoviy tahlilda ham darsliklar asosida o'zimiz moddalarda, cho'kmalarda rangi, hidiga qarab tuzib chiqamiz. Endi yozmish javoblar qismiga o'taylik. Javoblar qismi zo'r keltirilgan. Javoblarda hatto ball berish imkoniyati ham yaratib qo'yganmiz. Kitob juda katta kitob. 250 dan keyingi varaq hammasi javoblar qismi bo'ladi. Ya'ni ko'rgan bo'lsanglar, oldingi eski kitoblar muxtaqib olimpiada masalalariga ilhomlanganmiz. Ya'ni kitobdan javoblar qismi katta joy olgan, ya'ni aniq bir javob yozishga harakat qilganmiz. Yozmish qismi. Test qismi javoblari ABCD shaklida yozilgan. Yopiq testlar, ya'ni ochiq testlar mana faqat javob qismi o'zi yozilgan. Unda ham kengroq yozganmiz reaksiyalarni mana. Va 41 da javoblarni mana bunday barcha reaksiyalari, qanday formulalar ishlatilsa javob chiqishi, qanday reaksiyalar borishi yozilgan va oxirgi javob yozilgan. Javob mana bu javob chiqadi degan ma'noda javob yozilgan. Demak, va ball qismi ham bor. Har bir amal uchun imtihonga beriladigan kabi 25 ballni bo'lib chiqqanmiz. 14 ball, 4 ball, 4 ball, 3 ball qilib. Ya'ni o'quvchi har bir qilgan amaliga necha ball olishini bilib olish mumkin yoki ustoz tekshirib berishi mumkin. Bu yoqda ham
42 dan ham to'liq javobini yozib qo'yganmiz. Reaksiyani o'zi bo'lgani uchun javobini to'liq yozganmiz. Shu qanday modda hosil bo'lishi, uni nomi. 7 ta reaksiyani hammasini nomini yozib chiqganmiz va har biriga necha balldan ball berilishi reaksiyani qiyinlik darajasiga qarab belgilab chiqganmiz. Xo'sh, keyingisi bu 43-da ham to'liq reaksiyalar yoziladi. Xo'sh, kitob zo'r chiqarilgan, xudo xolasa, yaxshi kitob. Bir o'zingizlar qo'linglar bilan ushlab ko'rishinglar uchun bitta sotib olinglar. Uzun marketga ham chiqarganmiz, xudo xolasa, uzun marketdan topsanglar bo'ladi. Kimyoviy milisirka. Birinchi kitobimiz bilan adashtirmanglar. Kimyoviy o'zi edi birinchi kitob va rangi sariq edi yozuvlar. Bu rangi oq va ko'k rang o'ylayapmiz.